Muhtaram Prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan joriy yil 15-may kuni Prezident iqtidorli farzandlari loyihasi hayotga tatbiq qilindi. Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab-internati. Bu maktab-internati Muhtaram Prezidentimizning ta'biri bilan aytganda Garvardchilar maktabi deb nomladilar. Mazkur maktabning oldiga bir qator aniq vazifalarni belgilab berdilar. Al-Beruniy maktabi xalqaro standartlardagi IB diplom beradigan Markaziy Osiyodagi yagona davlat maktab deya olamiz. 60 nafar eng iqtidorli yoshlarimizni respublika bo'ylab eng chekka hududlardagi yoshlarimizni ham ikki bosqichda tanlovlar asosida saralab oldik va ularning eng iqtidorlari bugungi kunda aynan maktab o'quvchisiga aylandi. Ustozlar jamoasiga xorijdagi eng nufuzli top 100 talik universitetlarda o'qigan har bir soha bo'yicha o'zini mutaxassisi bo'lgan ekspertlarni, o'qituvchilarni, professorlarni taklif qildik. Xalqaro talabda standartda qanday tajriba mavjud bo'ladigan bo'lsa, biz aynan shu standartni o'quv jarayonlariga jalb qilishni rejalashtiryapmiz. Men magistraturani Buyuk Britaniyada Swansea universitetida bitirdim va undan tashqari xalqaro universitetlarda fizika fanidan dars berib kelganman. Biz Al-Beruniy maktabida boshqa maktablardan ko'ra boshqacharoq tizimda, ya'ni Shveysariyaning IB programmasi bo'yicha fizika fanlaridan dars beramiz. IB fizikasi bu boshqa maktablarning fizikasiga qaraganda hozirgi industriya zamonimizdagi muammolar va yechilishi kerak bo'lgan masalalarga ko'proq urg'u beradi. O'quv rejalari shuning asosida tuziladi va har yili yangilanib boradi. Bugungi kunda matematika faqatgina darsliklardagi misollar emas, balki texnologiya, iqtisodiyot va ilm-fanning tili hisoblanadi. IB matematika kursida xalqaro murakkab real muammolarni modellashtirish, statistik tahlil qilish va mustaqil isbotlar yaratish asosiy o'rinda turadi. Shu sababdan IB matematika kursi kelajakni hisoblay olish san'ati desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz.